bo'yicha kelajak diagnostika markazini ishga tushirishdan oldin amalga oshirilayotgan keng qamrovli tadqiqot va sinov jarayonlarining navbatdagi muhim bosqichidir. Bu safar jarayon yanada katta ko'lamda murakkab ssenariylar va chuqur tahlillar asosida tashkil etildi. Biz uchun tibbiyot muassasasini ochish faqat bino tayyorlash yoki uskunalar o'rnatish emas. Eng muhimi klinika ichidagi jarayonlar amalda qanday ishlashi, bemor qanday harakatlanishi va jamoa turli yuklamalarda qay darajada samarali faoliyat yuritishini oldindan tekshirishdir. Shu bois barcha jarayonlarni ishga tushirishdan avval simulyatsiya qilib ma'lumot to'playapmiz, tahlil qilyapmiz va ehtimoliy muammolarni oldindan bartaraf etyapmiz. Hozirgi bosqich ikki asosiy yo'nalishlardan iborat. Birinchi yo'nalish kelajak diagnostika markazining birinchi qavatdagi bemor oqimini modellashtirish. Bu yerda ro'yxatdan o'tish, hamshiralik posti, shifokor qabuli, laboratoriya, radiologiya, funksional diagnostika va takroriy qabul jarayonlarini tahlil tizimi sifatida sinovdan o'tkazilmoqda. Ikkinchi yo'nalish shifokorlarni klinik simulyatsiya orqali saralash. Nomzodlar real amaliyotga yaqin vaziyatlarda baholanadi. Bemor bilan muloqoti, anamnez yig'ishi, klinik fikrlashi, qaror qabul qilishi va vaqt bilan ishlash qobiliyati tahlil qilinadi. Bu jarayon orqali biz nafaqat kuchli mutaxassislarni tanlab olamiz, balki ochilishdan oldin qaysi ko'nikmalarni yanada kuchaytirish zarurligini ham aniqlaymiz. Social Biography uchun eng muhim vazifalardan biri ish boshlanishidan avval tayyor, bir xil klinik yondashuvga ega va yuqori yuklamada samarali ishlay oladigan jamoani shakllantirishdir. Loyihada Central Asian University talabalarining ishtirok etayotgani ham alohida ahamiyatga ega. Ular real klinik muhitiga yaqin sharoitda bemor bilan ishlash, klinik fikrlash va tibbiy qaror qabul qilish jarayonlarini amalda o'rganmoqda. Ushbu bosqichda biz Social by Ak va kelajakdagi diagnostika markazining qabul zonasini ishga tushirilgandan keyin qanday ishlashi kerak bo'lsa, deyarli ana shunday ko'rinishda modellashtirdik. Simulyatsiyaning birinchi iteratsiyasidan so'ng biz ma'lumotlarni tahlil qildik, zaif nuqtalarni aniqladik va jarayonni takomillashtirdik. Ikkinchi bosqichda ssenariylar yanada chuqurlashdi, yo'nalishlar aniqroq bo'ldi va nazorat tizimi batafsilroq shakllantirildi. Hozir biz butun modelni klinik ssenariylar bilan qanday ishlashini ko'rib chiqmoqdamiz. Ro'yxatdan o'tish va hamshiralik posti bosqichi tortib shifokor konsultatsiyasi, laboratoriya, radiologiya, funksional diagnostika hamda qayta tashrifgacha. Birinchi bosqichdan farqli ravishda endi bemor shunchaki oqim ishtirokchisi sifatida emas, balki shikoyatlarni anamnezi, simptomlar va klinik vazifasi bo'lgan inson sifatida keladi. Shifokor ma'lumotlarni yig'ishi, konsultatsiya o'tkazishi, qaror qabul qilishi, dastlabki tashxis qo'yishi va bemorni reglament asosida keyingi bosqichga yo'naltirishi kerak. Biz bemor rolida aktyorlar va volontyorlardan foydalanamiz. Shunda sharoitlar imkon qadar haqiqiy klinik amaliyotga yaqin bo'ladi. Bu bizga mutaxassislarni cheklangan vaqt ichida qanday ishlashini, anamnezni qanday yig'ishini, shikoyatlarga qanday munosabat bildirishini, qarorlar qabul qilishini va yo'nalishlarga rioya qilishini ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, biz vaqt ko'rsatkichlarini alohida kuzatamiz. Bemor klinikada qancha vaqt o'tkazishi, konsultatsiya qancha davom etishi, navbatlar qayerda yuzaga kelishi, bemor qaysi bosqichda ushlanib qolishi yoki yo'nalishda adashib ketishi mumkinligini tahlil qilamiz. Ushbu simulyatsiyaning muhim qismi tabiiy ta'limdir. Ssenariylardagi shifokorlar 6-kurs bitiruvchilari bo'lsa, 4 va 5-kurs talabalari klinika ishida ishtirok etmoqda. Ular shikoyatlarni yig'ish, anamnez bilan ishlash, birlamchi konsultatsiya mantiqini tushunish va haqiqiy tibbiy jarayon tuzilmasida ishlashni o'rganmoqda. Biz uchun bu kelajakdagi klinika modelini sinovdan o'tkazish, ishtirokchilarni o'qitish va loyiha ochilishidan oldin uni yanada takomillashtirishga yordam beradigan ma'lumotlarni olish imkoniyatidir. Biz Social Biography uchun shifokorlarni saralashning yangi tizimini amalda sinovdan o'tkazyapmiz. Asosiy maqsad klinika faoliyatini boshlanishi bilanoq ishga tayyor bo'lgan kuchli tibbiy jamoani shakllantirish. Bizning shifokorni faqat rezyume yoki suhbat asosida baholash yetarli emas. Chunki haqiqiy klinik muhitda uning bilimi bilan bir qatorda bemor bilan muloqoti, qaror qabul qilishi va stress holatda ishlay olishi ham juda muhim. Shu sababli nomzodlar klinik simulyatsiya orqali baholanmoqda. Har bir ishtirokchi real amaliyotda yaqin ssenariyda ishlaydi. Biz ularning klinik fikrlashi, diagnostik yondashuvi, kommunikatsiyasi va vaqt bilan ishlash qobiliyatini tahlil qilamiz. Baholash bir necha manba asosida amalga oshiriladi. Imtihonchi kuzatuvi, bemor fikri, HR bahosi va sun'iy intellekt tahlili. Sun'iy intellekt texnologiyalari qabul jarayoni yagona standart asosida baholashda yordam beradi. Bu esa inson omili ta'sirini kamaytirib, saralash jarayonini yanada aniq va shaffof qiladi. Natijada biz qaysi mutaxassis ishga tayyorligi, kimga qo'shimcha tayyorgarlik kerakligi va qaysi kompetensiyalarini kuchaytirish lozimligini aniq ko'ra olamiz. Shifokorlarni saralash
tanlash blokida biz konsultatsiyalarni qayd etish va tahlil qilish uchun raqamli infratuzilmadan foydalanamiz. Asosiy vosita bu Medora ilovasi va sun'iy intellekt asosidagi shifokorning raqamli yordamchisidir. Qabul jarayonida tizim suhbatni yozib oladi, nutqni tanib oladi, shikoyatlar, simptomlar, anamnez va ko'rsatkichlarni ajratib ko'rsatadi hamda tuzilgan tibbiy yozuvni shakllantiradi. Bu muhim, chunki odatda har bir konsultatsiyadan keyin hujjatlashtirish uchun 5-10 daqiqa vaqt sarflanadi. Bir kun davomida bu taxminan 2 soatni tashkil qiladi. Medora simulyatsiyasi shifokor ma'lumotlarini qanchalik to'liq yig'ganini, qabulni qanday strukturalashtirganini, qaysi ma'lumotlarni qayd etganini va uning harakati ssenariyga qay darajada mos kelishini baholashga yordam beradi. Sun'iy intellekt shuningdek shifokorni bemor bilan muloqotni ham tahlil qiladi. Baholash kompleks tarzda amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni tizim, imtihon oluvchi mutaxassis, bemor, HR va tibbiy jamoa qayd etadi. Shu tariqa har bir nomzod bo'yicha obyektiv analitik ma'lumotlarga ega bo'lamiz va uning Social by Aqua standartlari asosida ishlashga qanchalik tayyor ekanini tushunamiz. Bemor oqimi simulyatsiyasidagi IT yechimliklarimiz kelajak klinikasi ishini real vaqt rejimida kuzatish imkonini bermoqda. Ushbu bosqichda yo'nalishga yangi nuqtalar qo'shildi. Ro'yxatdan o'tish va hamshiralik posti. Qabuldan oldin bemorlarning asosiy ko'rsatkichlari qon bosim, puls, bo'y va vazn qayd etiladi. Shundan keyin bemor ssenariy bo'yicha keyingi bosqichlarga yo'naltiriladi. Tizim bemorning butun harakatini kuzatadi. Kutish vaqti, qabul davomligi, laboratoriya va diagnostika yo'nalishlari, takroriy qabul va boshqa jarayonlarni monitoring qiladi. Agar jarayonning qaysidir bosqichida to'xtash yoki kechikish yuzga kelsa, tizim bu holatni darhol ko'rsatadi. Tizim orqali bekor qilingan, yakunlangan va yakunlanmagan ssenariylar sonini doimiy nazorat qilishimiz mumkin. Analitik ma'lumotlar har bir necha daqiqada avtomatik yangilab boradi. Bu esa jamoaga zonalardagi yuklama navbatlar, ortiqcha kutish vaqti hamda bemorlar oqimining taqsimlashini tezkor va aniq kuzatish imkonini beradi. Bu yerdagi eng muhim resurs ma'lumot. Simulyatsiya yakunida aynan shu ma'lumotlar kelajak diagnostika markazini yanada samarali tashkil qilishga xizmat qiladi.